Buxoro viloyati Kogon tumani Bahovuddin Naqshband mahallasida yashovchi Sharofat aya Zaripova Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bilan bo'lgan ochiq muloqotda ishtirok etarkan, keyingi vaqtda mahallasida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlaridan mamnunligini bildirib, bir qator takliflarni ham o'rtaga tashladi. Bizning qishlog'imizda anchagina o'zgarishlar bo'ldi. Maktab qurildi, bog'cha qurildi, ariqlarimiz betonlashtirildi, ko'chalarimiz yorug' svetlar bilan yoritildi, yo'llarimiz asfalt bo'ldi. Endi mahalla tariqasiga qaraganimizda faqatgina kam muammo qoldi. Endi meni talabim shu maktabimizda bittagina oshxona yetishmaydi. Bittagina aktivni zal yetishmaydi. Ana shunga yaqindan aytib eshitdim. Onaxonning bu taklifni qo'llab-quvvatlagan deputat Madina Baratova fuqaroga taklifini amalga oshirish yo'llarini tushuntirdi. Albatta ushbu murojaatni hal qilish bo'yicha Qonunchilik palatasining deputatlari tegishli maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda ijobiy yechimiga erishish borasida o'zimiz va faoliyatimizni tashkil etamiz. Shu kuni tumanning bir necha mahalla qishloqlarida tashkil etilgan muloqotlarda hududlardagi o'zgarish va yangilanishlar e'tirof etilishi bilan bir qatorda aholi yana yangi takliflar bilan murojaat qildi. Bugungi qabulimizga o'sha keksa yoshdagi otaxonlarimiz, onaxonlarimiz tashrif buyurdilar va ular tomonidan aynan ularning sog'ligini mustahkamlash borasida takliflar berildi. Birlamchi tibbiy punktni ularga yanada yaqinlashtirish borasida o'zlari takliflarini berdilar. Mahalla hududida xususiy tadbirkorlikni yanada kengaytirish borasida, xususan o'sha dorixonalarni ko'paytirish borasida, tadbirkorlikni rivojlantirish borasida ham o'z takliflarini berib o'tdilar. Albatta ushbu takliflarni biz mahalliy darajadagi masalalarimizni shu yerni o'zida va shu tashrifimiz o'zida ijobiy hal qilinishga erishishga kirishdik va respublika miqyosidagi yoki huquqiy asosni mustahkamlash bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ham biz o'rganib boryapmiz. Aholi bilan olib borilayotgan muloqot va uchrashuvlarda odamlar so'nggi yillarda yuz berayotgan o'zgarishlardan roziligini ifoda etmoqda. Mavjud bir qancha muammolar eshitilib, ularni yechimga qaratilishi esa xalq manfaatlarini o'zlarining vakillari bo'lgan deputatlar orqali ta'minlanayotganligidan dalolatdir.